Assalomu alaykum barchaga. Siz fizika fanidan milliy sertifikat imtihonlariga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu video sizlar uchun. Fizika fanini o'rganish unchalik qiyin emas. Fizika o'zi nima haqidagi fan edi? Fizika bu tabiat haqidagi fan hisoblanadi. Uni o'rganish unchalik qiyin emas. O'zi 5 tagina bo'limdan iborat. Mexanika, molekulyar fizika va termodinamika, elektromagnetizm, optika, atom va yadro fizikasi. Hammasini bir boshidan eng asosida mexanikani o'rganishlaringiz kerak. Chunki mexanika bilan qolganlarni o'rganishlaringiz osonroq bo'ladi. Fikrlashlaringiz, fizikani tushunishlaringizga ancha yordam bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik o'ylaydi, fizikada faqat formulalarni o'rgansam bo'ldi deb o'ylaydi. Formulalarni o'rgansam, masala yechishni bilsam bo'ldi, mendan zo'ri yo'q deb o'ylaydi, lekin yo'q. Unaqa emas. Faqat formula yodlash bilan fizika faqat yodlashdan iborat emas-da. Fizikadagi ma'lum bir formulalarni, qoidalarni, nimaligini, ma'nosini tushunishimiz kerak va hayotda qo'llay olishimiz kerak o'sha narsani. Masalan, oddiy bitta misol keltiraman. Trayektoriya. Trayektoriya bu jismni fazoda yoki tekislikda qoldirgan izi, to'g'rimi? Iz desak ham bo'ladi trayektoriyani. Bunga hayotiy misol keltiradigan bo'lsam, raketani uchishi, to'g'rimi? Raketa uchganda o'zidan iz qoladi. Mana shu izga biz trayektoriya deymiz. Endi yo'l deb nimaga aytiladi? Yo'l deb mana shu trayektoriyaning uzunligiga aytiladi. Uzunligiga. Trayektoriyani biz o'lchasak, demak o'sha yo'l bo'lar ekan. Uni belgilanishi, formulalari hammasini faqat sodda usulda o'rganishga harakat qilingan. To'g'ri, fizika qiyin tuyulishi mumkin. 2 yil, uzog'i 2 yil yoki 1 yil vaqtlaringiz ketadi. Fizikani noldan boshlab o'rganishlaringizga 1 yil yoki 2 yil vaqt ketadi. Yaxshi harakat qilsalaringiz, haftaga 6 kun shu fizika bilan shug'ullansangiz, 1 yilda o'rgansalaringiz bo'ladi. Lekin haftaga 3 kundan spakoyni, ya'ni sekin-sekin o'rganmoqchi bo'lsangiz, 2 yil vaqtlaringizni shu fizikaga sarflasalaringiz, o'rtacha o'rgansalaringiz bo'ladi. Ya'ni o'rtacha fizikani bilaman deb aytsalaringiz bo'ladi. Xuddi shu, bunga qo'llanmalarim bor, hammasini videoni pastda yozib yuborsangiz, sizlarga tashlab beraman. Yoki mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilsalaringiz, Telegram ishkalarimga tashlab beraman. Xo'p, endi milliy sertifikat imtihoni haqida gapirishayotgandik. Milliy sertifikat imtihonidan yuqori ball olish uchun nima qilishimiz kerak? Milliy sertifikatdan yuqori ball olish uchun avvalo biza masala berilgan bo'lsa, oddiy masalalarni birinchi ko'rib o'taylik. Masalalarni ishlashimiz uchun birinchi berilganni yozishimiz kerak. Keyin nimani topish kerak o'shani. Ana shu birinchi ishni bajarsak, уже 50% ishni bajardik. Undan keyin o'ylaymiz, qaysi formulaga qo'ysak shu kelib chiqadi. Yoki qaysi formuladan biz shu narsani topsak bo'ladi deb o'ylaymiz. Lekin ba'zida sizlarni chalg'itish uchun soxta ma'lumotlar ham kelishi mumkin. Soxta ma'lumotlar degan nima degani? Bu soxta ma'lumotlar sizlarni chalg'itish maqsadida oddiygina bitta sodda misol keltiraman. Yo'lni formulasi S tenglik V ko'paytirilgan T, to'g'rimi? Tezlikni vaqtga ko'paytirsak, yo'lni beradi. Lekin bizda masalada tezlikni ham beradi, vaqtni ham beradi, ishni ham beradi va quvvatni ham beradi masalan. Shu 4 ta kattaliklarni beradi-da, yo'lni toping degan savolni beradi. Shunda sizlarga mana bu ish, quvvat kerak emas. Faqat S teng VT formulaga qo'ysalaringiz bo'ldi. Tushunarlimi? Bu nima degani? Sizlarga kerak emas kattaliklarni ham beradi, berilgan kattaliklar qilib va topishlaringiz kerak bo'ladigan narsani ikkitagina kattaliklarni topishlaringiz mumkin demoqchiman. Oddiygina ishni formulasi nima edi? A tenglik F taqsim S. Kuchni biz uzr. A tenglik F ko'paytirgan S chalg'ib ketdim. Ya'ni kuchni ko'chishga ko'paytirsak, bizga ishni berardi, to'g'rimi? Shunda bizga kuchni berishi mumkin, ko'chishni berishi mumkin. Xo'p, quvvatni beradi, boshqa bosimni beradi. Sizlar faqat lekin o'shandan o'zlaringizga kerakli bo'lgan kattaliklarni formulaga qo'yib ishlashingiz mumkin. Bunaqa ko'p tushmaydi milliy sertifikat imtihonida. Bitta yo ikkita tushib qolishi mumkin. Shunaqa misollar ham. Faqat sizlar fikrlab, o'sha kalalaringizni bir joyga qo'yib ishlashlaringiz kerak xolos. Sarosimaga tushmanglar, bunaqa buncha 4 ta 5 ta kattalik beribdi. Har bittasini qo'llab men formula yaratishim kerak. Bu formulaga qo'yaymi, bunisiga qo'yaymi, 2-3 ta formulani bir qilishim kerak deyishlaringiz shart emas. Oson, sodda chiqishi ham mumkin. Ba'zi bir masalalar bor, ularni ishlamasdan turib shuna javob o'zida bo'lib qoladi. Ishni beradi, quvvatni beradi, hammasini ishni toping deb qo'yadi. O'zi shartda berib qo'yibdi, lekin o'shani toping deb savol beradi. Sizni diqqatingizni, ya'ni fikrlashingizni, o'sha o'qiganda tushunish qobiliyatingizni tekshirish maqsadida ham berib qo'yishi mumkin. Bu mumkin.
umuman masalan mumkin emas, bunaqa chalg'ituvchi savollar tushmasin degan narsalar mumkin emas. Shunaqa misol ham tushishi mumkin. Sizlar faqat hushyor bo'lib, o'sha masalalarni ishlashni mashq qilishlaringiz kerak. Har doim diqqatlaringiz bir joyda bo'lishi kerak. Shu masala berildimi, qaysi formulalar bor edi? Yo'lni topish formulalari. To'g'risi tekis harakatda, to'g'risi notekis harakatda nima qilardik? Shularni hammasini bilishlaringiz kerak. Molekulyar fizikada ideal gaz holat tenglamasi, boshqa izojarayonlar qanaqa bo'lardi, hammasini fikrlaysizlar. Fizika hech qachon o'zgarmayapti. Hozir o'zgarishlar kiritilishi mumkin, faqat ma'lum bir joylariga. Lekin biz o'rganayotgan fizikadagi formulalar o'zgarmaydi. O'sha formulalar 10 yil oldin ham o'sha formula edi, hozir ham o'sha formula. Ba'zi o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa ham, ular e'lon qilinadi hammasi. Xo'p, endi doimiy fizik kattaliklar. Doimiy fizik kattaliklarni yodlash kerakmi? Yo'q, yodlash shart emas. Uni jadvali o'zi beriladi. O'sha jadvaldan foydalangan holda ishlashingiz mumkin. Yoki davriy jadval, Mendeleyev davriy jadvali ham o'zi beriladi. Undagi kattaliklar hammasi bo'ladi ichida albatta. Fiziklar uchun Mendeleyev davriy jadvali alohida beriladi. Undan ham foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, yana nima demoqchiman? Fizikadan milliy sertifikat olmoqchi bo'lsangiz, masalalarni ishlashni tushuntirdim. Berilganini yozish, formulani yozish, keyin yechish. Berilgandagi hamma kattalikdan ham foydalanish shart emas dedim. Buni tushundingizlar. Xo'p, endi nazariy savollarga qanday javob beramiz? Nazariy savollarda biz yodlaganmizki, har bitta qoidani qorda yodlaganmiz. Ya'ni fizikada mexanik ishni ta'rifini, quvvatni ta'rifini, vaqt birligi ichida bajarilgan ishga quvvat deyiladi. Bunaqa qoidalari sizlarda elementar fizikada kerak bo'lmaydi. Umuman kerak bo'lmaydi desam ham bo'ladi. U testda tushmaydi umuman. Lekin mana bu optikadagi bilgan yoki atom va yadro fizikadagi bizga qoidalar beriladi, to'g'rimi? O'sha qoidalarni bilishlaringiz tekshiriladi. Masalan, necha gradus burchak vosita tushsa, shuncha burchak vosita qaytadi. Mana shu sinish va tushish qonunlarini bilishlaringizni tekshirib ko'rishadi. Xullas, sizlarga qiyin, oson va juda qiyin masalalar, misollar, savollar tushishi mumkin. Birinchi qiladigan ishlaringiz matematikalarga ham xuddi shu maslahatni bergandim. Ya'ni fizikadagi birinchi oson ishlab biladiganlarni ishlab chiqinglar. Birinchi qiladigan ishlaringiz testga kirdingizlar, hayajonlanmasdan, birinchi ana shu 45 ta savolmi, 40 tami, o'shani birinchi hammasini o'qib chiqinglar. Miyalaringiz o'zi ishlashni boshlaydi o'sha 45 ta savolni ishlab o'qib chiqdingizlar-ku, o'sha miyalar sintez qilishni boshlaydi. Keyin osonlarni ishlab chiqaveringlar. Keyin o'rtacha qiyinlikdagilarni, 2-3 ta formula bilan chiqadiganlarni oxirida eng qiyinlariga o'rnab o'tiringlar. Albatta ishlaganlaringizni har birini test javoblarida belgilanglar. Oxirida belgilayman desangiz ham farqi yo'q. Vaqtlaringizni to'g'ri taqsimlanglar, yarim soat. Albatta обязательно yarim soatni belgilashga sarflab qo'yinglar, ya'ni olib qo'yinglar demoqchiman. Chunki ulgurmaysizlar keyin. Vaqtni to'g'ri taqsimlanglar. Shunday odamlarni ko'rganman. Milliy sertifikat imtihoniga kiradi, 100% ishlaydi, lekin belgilashga vaqt yetmaydi. 10 minutgina belgilashga ulgurmaydi, tamom, ketdi. Shuning uchun sizlarga maslahatim, ishlaganlaringizni belgilanglar. Ishlab turib belgilab ketsalaringiz, ham vaqtlaringiz to'g'ri ketadi, ham mana bu oxirida yarim soat belgilashga sarflayman degan vaqtlaringizga ham misol ishlasangiz bo'ladi yoki masala ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, fizikada eng o'qituvchilarni ham, o'quvchilarni, abituriyentlarni, talabalarni qiynaladigan joyi formuladan formula keltirib chiqarish. Nima uchun bunda qiynaladi? Chunki matematikadagi tenglama ishlashni bilmaydi, to'g'ri. Ikki xil usuli bor. Formuladan formula keltirib chiqarish har doim ham kerak emas bizga. O'sha nimani topish kerak? O'shani x deb belgilanglar. Qolganini hammasini sonlarini qo'yib chiqing o'rniga. Shunda tenglamani ishlashni hamma biladi-ku. Shuning uchun tenglama qilib ishlash eng sodda usul. Lekin men tenglama qilib ishlamayman. Formuladan formula keltirib chiqarib, masalan, n tenglik a taqsim t formuladan a ni topib olib, keyin ishlayman desangiz ham farqi yo'q. O'zlaringizga qaysi usul qulay bo'lsa, o'sha usul bilan ishlanglar. Sizlarga maslahatim shu. Fizikada unchalik qiyin emas. Masalalarni ishlash, tushunish qiyin emas. Faqat sizlar bir marta o'sha narsani tushuninglar, hayotiy misolni o'rganinglar, keyin ishlasangiz bo'ladi. Masalan, shaxsan o'zim onlayn kurs o'taman, fizika, matematika fanlaridan. Fizikadan dars o'tganimda mana shu formulani tushuntirdimmi? Shu formulani hayotiy misollar bilan, hayotiy narsalar bilan tushuntiraman. Masalan, ko'chish bilan yo'lni tushuntirayotgan bo'lsam, sodda misol aytyapman-da. Ko'chish. 3 qadam oldinga yurdim, 1 qadam orqaga yurdim. Shunda ko'chish qanday topiladi? Yo'l qanday topiladi? 3 qadam oldinga yurib, 1 qadam orqaga yursam, yo'lim 4 qadam bo'ladi. Chunki men yo'lda
oldinga yuramanmi, orqaga yuramanmi, o'ngga, chapga baribir qo'shaman. Yo'l yuryapman chunki. Lekin ko'chishda unday emas. 3 qadam oldinga yurib, 1 qadam orqaga yursam, ko'chishim 2 ga teng bo'ladi. Chunki 3 dan birini ayiraman. Tushunarlimi? Yo'nalish ahamiyatga ega. Vektor va skalar kattaliklar haqida ma'lumotga egamiz. Hayotiy misollarni yurish yoki raketani uchishi, sanoq sistemalari, sanoq jismlari, sanoq sistemasini 3 ta narsa tashkil qiladi. Vaqtni o'lchaydigan asbob, koordinatlar sistemasi va sanoq jismi. Sanoq jismi deb istalgan tinch turgan narsani olishimiz mumkin. Masalan, daraxt, uy, tezligi 0 ga teng bo'lgan istalgan jism bizda sanoq jismi bo'la oladi. Nima uchun bunday? Chunki tinch turgan narsaga nisbatan biza hamma narsa harakatda-ku, yer ham, quyosh atrofida, shu uchun biz sanoq jismini, sanoq sistemasiga qarab formulani yozamiz. Bitta narsani sizlarga sirli narsani aytaman. Nyuton qonunlariga asoslanib fizika o'rganiladi, to'g'rimi? Elementar fizikada. Lekin Nyuton qonunlari bu 100% to'g'ri degani emas. Einstein qonunlari, o'sha Nyuton qonunlarini o'zi Einstein qonunlarining ma'lum bir qismi desak to'g'ri bo'ladi, xususiy holi. Lekin Einstein qonunlari bu asosiy formulalar hisoblanadi. Bitta narsa aytaman, Nyuton qonunlari faqatgina bizni tezligimiz yorug'lik tezligidan juda kichik bo'lgan hollardagina ishlaydi. Boshqa vaziyatlarda biz nisbiylik nazariyasidan va Einstein formulalaridan foydalanishimiz kerak bo'lib qoladi. Shunga ham alohida e'tibor berasizlar. Masalan, natijaviy nisbiy tezlik degan narsalar bor, to'g'rimi? Bir xil yo'nalishda bo'lsa qo'shamiz, qarama-qarshi bo'lsa ayiramiz. Bu Nyuton qonunlari asosida, lekin Einstein qonunlarida ular boshqacha. Yorug'lik tezligidan foydalangan holda ishlaymiz ular. Tushunyapsizlarmi nima demoqchiman? Xususiy hol degani ma'lum bir vaziyatda ishlaydi. Ya'ni bizning hayotimizda Nyuton qonunlari yetib ortadi, lekin kosmosda boshqa, masalan, yorug'lik tezligida, birinchi kosmik tezlik, ikkinchi kosmik tezlik, shular bilan harakatlangan paytda Einstein qonunlaridan foydalanishimiz kerak. Xuddi shu imtihonda, demak, sizlarga maslahatim, milliy sertifikat imtihoniga kirganlaringizda birinchi osonlarni ishlab chiqinglar, keyin o'rtacha qiyinlikdagi, keyin esa eng qiyinlariga vaqt sarflashlaringizni tilakdoshiman. Iloji boricha shu A+ darajalarni olishlaringizga tilak bildiraman. Nasib bo'lsa shu A+ daraja olsalaringiz, kommentariyada videoyingizdan foydalandim degan ustoz, ana shu darajalarni oldik deb yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Agar meni kurslarimga qatnashmoqchi bo'lsalaringiz ham mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, onlayn kurslarimga fizikadan, matematikadan qatnashishlaringiz mumkin. Bu videoyim sizlarga ozgina bo'lsa ham shu milliy sertifikat imtihoniga kirishlaringizga foydasi tegsa, juda xursandman. Shu bilan bugungi videoyim o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum barchaga. Siz hali ham fizika va matematika fanlarini onlayn kurslarda o'rganib bo'lmaydi deb hisoblaysizmi? Unda men Fazliddinov Diyorbek sizlarga onlayn kurslarimni taklif qilmoqchiman. Men 4 yildan beri fizika va matematika fanlaridan onlayn tarzda repetitorlik faoliyat bilan shug'ullanib kelaman. Hozirgacha 100 dan ortiq o'quvchilarni milliy sertifikat imtihoniga, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishiga va Prezident maktabiga attestatsiya imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tishiga yordam berganman. Onlayn kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun yoki onlayn kurslarimizga qatnashish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni video darslarimizdan namunalarni YouTube da ham ko'rishingiz mumkin. YouTube ijtimoiy tarmog'ida Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, darslarim kelib chiqadi. Ko'rib, dars o'tish mahoratimga baho berishingiz mumkin.